muhojiratda yashayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar, ro'za itinglarga muborak bo'lsin. Tönde Sharq Turkiston sürgünü hükümetining ro'za itliq tabriknomasini diqqatinglarga sunamiz. Assalomu alaykum Sharq Turkiston vatandoshları. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammamizning ulug' Ramazonda qilgan ibodatlarimiz qabul bo'lsin va duolarimiz ijobat bo'lsin. Shundaqla bu Ramazon bayramimizga muborak bo'lsin. Janobi Alloh bu bayramlarni eng qisqa zamonda mustaqil va hur Sharq Turkistonimizda billa xushallik ichida tabriklashga nasib qilsin. Amin. Qarindoshlar, Ramazon oyi Qur'on nozil bo'lgan oydir. Qur'on yaratquchimiz Allohning kalomidir. Qur'on shundoq bir muqaddas nur va qadrli kitobki, nada nozil bo'lsa, shu yerni muqaddaslashtirdi. Qaysi zamonda nozil bo'lgan bo'lsa, shu zamonni muqaddaslashtirdi. Kimga nozil bo'lgan bo'lsa, shu kishini qadrli qildi. Qur'on Makka va Madinada nozil bo'ldi va bu shaharlarni ulug' qildi. Qur'on Muhammad alayhisalomga nozil bo'ldi va Muhammad alayhisalomni ulug' bir payg'ambar qildi. Qur'on Ramazon oyida nozil bo'ldi va Ramazon oyini ulug' bir oy qildi. Qur'on Ramazon kechalaridan bir kechada nozil bo'ldi va shu kechani qadrli qilib, qadr kechasiga aylantirdi. Ya'ni Qur'on shundoq bir ulug' kitobki, kimning qalbiga nozil bo'lgan bo'lsa, shu kishini qadrli qiladi. Shu kishini uyg'otadi, shu kishini tirildirdi, shu kishini pokizlaydi. Janobi Alloh qadrlik va qadrdon bo'lishimiz uchun va ma'naviy kasalliklardan saqlayib kuchlanishimiz uchun bizning qalbimizning darvozasini Qur'onga ochishimizni xohlaydi. Xususan Ramazon oyini Qur'on oyi deb e'lon qilib, bu oyda Qur'onni qalbimizga nozil qilishni xohlaydi. Shuning uchun Ramazon oyida Qur'onni texnik ko'p o'qishni Rasululloh orqali bizga tavsiya qiladi. Shuning uchun Ramazon oyida qalbimizning darvozalarini Qur'onga to'liq ochib berishimiz kerak. Chunki Qur'on bir ulug' nurdir. Bu nur insonga yaqinlashgan sari insonning ichi nurlanadi, aqli uyg'onadi, iymoni jonlanadi, vijdoni pokizlanadi. Qalbiga iymon, vijdon, farosat va nomus qatorliq ma'naviy quvvatlarning hammasi qaytib keladi. Qur'on bir qalbga nozil bo'lsa, shu qalbda iymon sulton bo'ladi. Iymon sultonligidagi qalbda do'st va dushman qarshi aniq bo'ladi. Bu qalbda haq ustidagi haq do'stlarga va adolatparvarlarga do'stlikdan boshqa narsa bo'lmagandek, dushmanlarga, zolimlarga va tajovuzchilarga hissdoshlik va sabdoshlikmi bo'lmaydi. Bu nuqtadan qaraganda Ramazon oyi materializm va modda asoratidan qutulish uchun ma'naviylashish va ro'yi chiniqish zamonidir. Bu chiniqishda ma'naviy pokizlik, ro'yi kuchlanish va iymoniy taraqqiyot nishon qilingan. Buningdagi oxirgi g'oya modda bilan ma'no, hissiyot bilan aql va nafs bilan ruh orasidagi tangpungliqni asliga keltirishdir. Bu tangpungliq Qur'on tilida fitrat deyiladi. Insonning moddiy tarafi kuchlangan sari ma'naviy tarafi ojizlaydi. Moddiy tarafi kengaygan sari ma'naviy tarafi taraydi. Ma'naviy tarafning tarayishi insonning insonlik xususiyatlari bo'lgan iymonini, vijdonini, irfonini, hikmatini, aqlini va irodasini azaytadi va hatto yo'q qiladi. İnsanның maddi tərəfi kengaygan siri insonning shahvati kuchlanadi. Dunyo ishtihosi kuchlanadi. Haq do'stlarga g'azab nafrati oshadi. Mol dunyo rismanligi, tamoxurligi oshadi. Boshqalarni yaratmay o'zini ko'tarish xuyi paydo bo'ladi. Qo'rqinchoqlik, nomardlik, vafosizlik, riyokorlik, yolg'onchilik, samimiyatsizlik, xoinlik va munofiqlik qatorliq butun ma'naviy kasalliklar bosh ko'taradi. Qarindoshlar, ishlatilgan har qanday narsa kirlanadi. Upraydı və hətta buzuldu. Biz bu hayatda maddi a'zolarimizdan ma'naviy a'zolarimizni qatma-qat ko'p qo'llanamiz. Masalan, bir kunda qo'limizni 100 qatim qo'llansak, qalbimizni 1000 qatim qo'llanamiz. Qo'limizni ba'zi ishlarimizda qo'llansak, qalbimizni har ishda qo'llanamiz. Chunki insonning har ishi qalbdagi aqlning buyrug'isiz ishga oshmaydi. Shuning uchun qo'limizdan qalbimiz texmi ko'p kirlanadi. Jismoniy salomatligimiz uchun qo'limizni pokiz tutishimiz kerak bo'lganidek, ro'yi va ma'naviy salomatligimiz uchun qalbimizni pokiz tutishimiz kerak. Chunki jismoniy kasallik bizning bu dunyoligimizga ziyon yetkazsa, ma'naviy kasallik bizning dunyo va oxiratligimizga ziyon yetkazadi. Qalb davomli inqilob qilib turadigan organ. İçimizdagi va atrofimizdagi barliq qiliqlar, atrofimizdagi barliq gunohlar, Xitoy tajovuzchilarining aksli inqilobiy tashviqotlari, Xitoy sepida ishlaydigan milliy munofiqlarning barliq fitna fasadlari, odamiy va jinniy shaytonlarning vasvasalari, shaytonning g'alchisi dajjal sistemalarining ezitqunlari hammasi qalbimizga ta'sir ko'rsatadi. Qalbimizni kir qiladi.
qalbimizni ojizlatadi. Qalbimiz mazkur dushmanlarning viruslari bilan yuqumlanib, to'g'ri tuzgun ishlayolmas bo'lib qoladi. Buni bilgan mehribon yaratquchimiz Alloh bu Qur'onni bizga hadiya qilib, Ramazon oyini Qur'on bilan pokizlanish zamoni qilib bekitgan. Shundaqla Ramazon orqali pokizlanishimizni, uyg'onishimizni, terilishimizni va kuchlanib aslimizga kelishimizni xohlagan va bu sababdan Ramazon ro'zasini bizga farz qilgan. Shundaqla Ramazonda Qur'onni qalbimizga qachalashni amr qilgan. Bu nuqtadan qaraganda Ramazon oyi yillik pokizlik zamoni. Bu oyda insonning ma'naviy dunyosi tirildiriladi. Qalb poytaxti nafs tajovuzchilaridan ozod qilinib, iymon sultoni qayta taxtga chiqadi. Qalbdagi iymonning amonligini vijdon muhofizlari qo'g'daydigan bo'ladi. Ramazon oyida ma'naviyat askarlari tirilib, qalb poytaxtini nafs tajovuzchilaridan ozod qilib, iymon shayini asli vatani qalb taxtiga qaytarib kelganligi uchun Ramazon oyi oxirlashganda Ramazon bayrami qilamiz. Bu bayram dinimizda Eid deb ataladi. Bu kalimaning lug'at ma'nosi qaytib kelish deganlik bo'lib, iymonning qalbga shoh sifatida qaytib kelishi ko'zda tutilgan. Shuning uchun bu bayramni ozodlik bayrami deyishga bo'ladi. Chunki Ramazonda qalb nafs kontrolligidan qutulgan va iymonning rahbarligiga o'tgan bo'ladi. Shuning uchun biz bu kalimani bir oz uyg'urchalashtirib Eid deb ataymiz. Bu bayramda bir-birimiz bilan aytlashganda Eidingizga muborak bo'lsin deganlik, nafsingizni yengib, qalbingizdan nafs tajovuzchilarini qo'g'lab chiqarganligingizga muborak bo'lsin deganlikdir. Shundaqla qalb taxtingizga iymon shayingizni qaytarib kelganligingiz muborak bo'lsin deganlikdir. Hammamizga ma'lumki, bayramlar azaldan buyuk inqiloblarni qilib, g'alaba qozonganlar tarafidan o'ttirg'i chiqariladi. Ramazon va Qurban bayramlari Alloh tarafidan bayram qilib bekitilgan. Chunki Allohning qo'shuni bo'lgan mu'min musulmonlar bu bayramlardan burun ma'naviy jihatdan jihad qilib, nafs tajovuzchilarini yengib, qalb poytaxtini ozod qilib, iymon shayini o'z taxtiga qaytarib kelganligi uchun Janobi Alloh bu g'albini taqdirlab, Ramazon va Qurban bayramlarini musulmonlarning diniy bayrami qilib bekitib bergan. Bu Ramazon bayrami nafsini yengilgan yigitlarga muborak bo'lsin. Bu Ramazon bayrami bu buyuk jihatga g'alaba qozongan mardlarga muborak bo'lsin. Bu Ramazon bayrami qalb poytaxtini ozod qila olganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram iymon sultonini qalb taxtiga chiqara olganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram to'g'ri yo'lga ergashganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram o'ziga xoinlik qilmaganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram o'z millatini suyarlaydigan va Xitoy tajovuzchilaridan nafratlanadiganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram o'z vaqti uchun mustaqillik maydoniga kelalaydigan vijdonliqlarga muborak bo'lsin. Bu bayram Xitoy tajovuzchilarining zulmi ostida ingrayotgan 40 million Sharq Turkiston xalqiga muborak bo'lsin. Bu bayram Allohning har turli ne'matiga muhtoj bo'lgan, ammo xoin bo'lmagan butun Sharq Turkiston xalqiga va butun islom dunyosiga muborak bo'lsin. Amin. Janobi Alloh Ramazon bayramini bizga diniy bayram qilib berganidek, bizga ona vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga yordam qilib, shu ozodlik kunimizni milliy bayram qilishga nasib qilsin. Xitoy tajovuzchilarini vatanimizdan quvlab chiqarib, o'z vatanimizda o'z hokimiyatimizni o'zimizning poytaxtiga chiqarishga nasib qilsin. Amin. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgunda Hukumati Cumhur Rais ishxonasi 2022-yil 5-oyning 1-kuni. Hurmatli qarindoshlar, bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Aman eson xotirjam ro'za o'tkazishingizga tilakdoshmiz. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.